Salom Namangan. Videoni oxirigacha ko'ring. Albatta sizga manfaatli bo'ladi. Viloyatimizda yagona bo'lgan yuridik klinikaning faoliyati bilan tanishtiraman. Bugun barcha yo'nalishda xat hujjatlarini joyiga qo'yishni zamon talabi desak bo'ladi. Bu borada sizga yuridik klinika yordam beradi. Bu yerda siz sud va tegishli tashkilotlarga ariza, da'vo arizalari, shikoyat arizasi hamda iltimosnomalarni tayyorlash, barcha yo'nalishlar bo'yicha yuridik huquqiy maslahatlar va nizolarga yechim topishingiz mumkin. Yuridik klinikada tadbirkorlar uchun maxsus yillik tariflari bor ekan. Narxi unaqa qimmat emas. Faoliyatingizni huquqiy himoya qilib berishar ekan. Mabodo noziro joylardan chaqirib qolishadigan bo'lsa, o'rningizga borishar ekan. Har qanaqa tekshiruvlarda yoningizda turishar ekan. Yana barcha hujjatlarni tayyorlash, shartnomalarni tuzish va tekshirish, ishlaringizni monitoring qilib borishni ham zimmalariga olishar ekan. Siz boshqa turli ijtimoiy muammolarga chalg'imasdan vaqtingiz va pulingizni tejab qolasiz. Xullas, mazza qilib, xotirjam ishlaysiz-da. Demak, manzilni tushuntiraman. Texnoparkdan Xotira xiyobon tomonga yurganingizda Jinoyat sudining shundoqqina yonginasida joylashgan. Murojaat uchun quyidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz ham mumkin.